men o'ylayman qarorni bir Adliya vazirligi bilan o'tiringlarda bir oyda ichida bu Ozodbek aytgan ikkita fikrni ham biz qattiq ushlashimiz kerak. Bugun bir yaxshi manzildamiz. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Ahmadovichning uylarini oldik. Barvaqt onadan judo bo'lish qaysidir ma'noda meni bolaligimga qorong'ulik tortgan. Yutuqlarga erishishim, maktabdagi obro'yim, e'tiborim, do'stlarim orasidagi obro' e'tiborim yoki asta-sekin maktab bitira boshlagan paytlarimda o'sha rayondagi, mana o'sha tumandagi obro' e'tiborim asta-sekin san'at yo'lida shu muxlis orttirib, ikkita o'zimga auditoriya orttirib, e'tiborga tushib, hurmatga sazovor bo'lib, yuqori sinflarda allaqachon mana o'sha bir tumanda xonanda sifatida hamma e'tirof etardi. Ketmasin bog'ingga, dars yetmasin tog'ingga, quyib ol qulog'ingga, omadi bilan o'ynashma. Krizis kunlari uyda taom, ovqat yo'q, yeyishga ovqat yo'q. Men kechasi soat 12da to'ydan keldim, qornim och, yeyman desam hech narsa yo'q, non ham yo'q. Omadi bilan o'ynashma.